doim to'y hashamlarda yuramiz, to'y deganlari to'ydan chetda qolib ketadi azizlar. Bugun Sunnat akamiz mana shunday farzandlarini baxtini to'yda bosh bo'lib yuribdi. Allohim hammani mana shunday yaxshi kunga to'yga yetkazsin. Sevib, sevilib yashasin azizlar. O'zi sevgi 3 ta narsani tanlamas ekan. Sevgi chegara tanlamas ekan, millat tanlamas ekan, sevgi yosh tanlamas ekan. Gapimni isbot uchun bir 80 ga kirgan otaxon 70 yoshli kampirni yaxshi ko'rib qop, shunday degan ekan Sunnat aka. Qariganda quyilmadik, kirmadi hech esimiz. Pari momo bilan yozishamiz esimiz. Pari momo bilan telefonda qolgan edim topishib. Shundan beri telefonga qolayapman yopishib. Pari qurg'ur ko'ngil g'ashlab qo'yadi. Ayni yarim kechasi gudok tashab qo'yadi. Pari jonim mayliga, poyinga tiz cho'kaman. Mayli gudok tashay ber, o'zim qaytib chiqaman. Kulimsirab pari so'ragandi yoshimni 80 deyman deb otaxon yutib yubordim. Og'zimdagi nosimda degan ekan. 80 ga kirganda ham sevilib yashasin azizlar. Yoshlarga baxt tilaymiz. Yaxshi kun, yaxshi kayfiyat